45 gradus haqida qisqacha ma'lumot. 45 gradusimizni bu yoqdan qaraganda mana bu kafil ko'rinib turishi kerak. Bu yoqdan qaraganda bu kafil ko'rinib turishi kerak. Orasida kamida 1 mm zazor bo'lishi kerak fuga kirishi uchun. Ko'pchilik buni ustiga buni qo'yib qo'yadi yoki naborot qilib qo'yadi, mana bunaqa narsa bo'ladi. Mana bu idealniy varianti. Ikkita tomon bir xil kelgan. Mana bu xato bo'layotgan varianti. Mana shu narsani qilish kerak emas. Chunki fuga qilganda bu bunaqa yoniga bo'lib qoladi. Bunda bo'lsa fugasi dumaloq bo'lib chiroyli bo'lib chiqib beradi, ikkita tomondan bir xil bo'ladi. Ana undan keyin xudo xolisa mana shunaqa burchak hosil bo'ladi. Ikkita tomondan yo'qdan qaraganda ham, yo'qdan qaraganda ham bir xil idealniy burchak hosil bo'ladi xudo xolisa.